hep kırmadı. Siz için canım yendiren affedi. Assalomu alaykum Nasiba opa. Mana hozirda siz Hindiston davlati Berkamax klinikasida. Bu yerga nima sababdan keldingiz opa? Bu yerga mana shu 7-8 yildan beri jigarimda bezovtalik qiynalardan, pechenolardan to'xtamasdan 5 oy 6 oyda keyin doktor aytishdi, o'zgartiring deyishdi. Jigar almashtiring deyishdi. Boshida qo'rqdim, mesela kelganlar surishtirdim, sizlarni aytishdi. Hozirgi kunda o'sha O'zbekistonda sizda shu jigar transplantatsiya bo'lish alomatlari borligi uchun siz Hindiston davlatiga kelgansiz, a? Nechta farzandingiz bor? 2 qizim, 2 o'g'lim bor. Voy, mashalloh. 38 yoshga kirguncha biror marta bir kasal bo'lmagansiz, a? Yo'q. Qaynotani xizmati, turmush o'rtog'ingizni xizmati, farzandlarning xizmati deganda-ya. Endi mana siz operatsiya bo'lishingizni bildingiz, kasalligingizni bildingiz. Jigar sirroz kasalligini siz qanaqa kasallik deb o'ylaysiz? Og'ir kasallik judayam. Eshitganingizda qanaqa holatga tushdingiz? Hayotda umidim do'stim. Qolaman deb o'yladim. Buni davosi borligini bilarmidingiz? Sanam ishonmasdim. Donor kerak, katta mablag' kerak, a Nasiba? Baribir turmush o'rtoq bo'lgan bilan baribir hali aytish juda noqulay bo'ladi-da katta pulda, to'g'rimi? Yana bar ota-onangizga yuzlanasiz, dada, aya deysiz. Endi siz o'zingiz ham ota-onasiz. O'shanaqa vaziyatda nimalar xayolingizdan o'tdi? Kimdan umid qildingiz pul masalasi, donor masalasi bo'yicha? Ota-onamdan, birinchi o'rinda. Xo'jayinimdan, shu yaqinlarimdan. Donorlikka keys qildi, bo'ldi keys? Abdumitalar? O'zi talabgor bo'lib chiqdimi yo siz tanladingizmi? Yo'q, bir marta eshitishi bilan o'zim beraman jigarimni opam uchun deyishdi. Ukangizda ham misol uchun jigarini olib tig'da tagiga kelishini bilganingizdan keyin qanaqa deb o'yladingiz? O'yladim, rosa qo'rqdim. Bermay qo'ya qolsin ham, yashaganimcha yashayman dedim. Yo'q deb ko'nmadi. Siz uchun jonimga bergan ofat deb Alloh rozi bo'lsin. Demak, farzandi ko'p ham yaxshi, Nasiba. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi pul masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, mana sizlar hozir 20 ming dollarga operatsiya bo'ldilaringiz-chi? Xursandsiz? Xursandman, sizdan Alloh rozi bo'lsin, xo'jayiningizdan. Tanistiriga? Tanam borlar. Hayotlar. Bir oyda necha marta ko'rgani borasiz? Siz Toshkentda, ular Qo'qonda. Bir oyda bir marta. Meni onam yo'q-da. Ota-ona o'tgandan keyin voy onam tirik bo'lganda shu narsani qilardim. Onam tirik bo'lganda har kuni borib, doim duosini olardim. Bitta non ko'tarib bo'lsa ham deyman-da, meni armonim-da bu. Endi sizga ham shu savolni bermoqchiman-da, ota-onangiz tirik ekan. Nima demoqchisiz shu video orqali aytingchi, ota-onangizga aytilmagan. Endi bu yog'iga tez-tez xabar olaman. Qo'limdan kelgancha har doim ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilaman. Xo'jayin orqalaridan, oldilardan duoda bo'laman. Mana hozir endi tuziksiz, ikkinchi hayotga qaytdingiz. Har juma ota-onangiz yo'qligini borasizmi? Inshaalloh. Video tashlab turasizmi? Har kuni ertalab, obedda, kechqurun gaplashaman. Endi bundan buyog'iga undan ham mehrimni ko'proq beraman. Meni ota-onamning misollari yo'q. Judayam mehribon menga. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizga hozir bu yerda qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Tarjimonlarimiz xizmatichi? Judayam zo'r. Hammasi vrachlardan tortib hamshiralargacha hammasi ko'ylashga qarashadi. Sizga biz aytilgan puldan oshiqcha pul olmadikmi? Yo'q, bir so'm olganingiz yo'q. Judayam minnatdorman. Ilohim baraka topinglar. Aldovlar bo'lmadi? Yo'q, hech qanday. Umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Toshkent shahridan kelgan Nasiba opani operatsiyasi bo'yicha qisqacha gaplashamiz. Bu opa qaysi turda kelgandi? Bular qanday ikkinchi turdan kelgan operatsiyaga ancha yaxshi tomonga o'zgarib ketgan ekan. Keyin Palataga chiqqandan keyin infeksiya bo'lgan-a? bu endi har xil kasallarga har xil narsa bo'lishi mumkin. Kichkina operatsiya emas.
jigar ko'chirish operatsiyasi juda katta operatsiya. O'zi 12 soatda mamlakatda buni ko'proq tomirlar ularda o'shanda o'rtalgina gepardik arteriya ko'proq tomirlar bo'lishadi. Uni o'yladi. Undan keyin har xil narsa o'sha infeksiya bo'lishi mumkin yoki tomirlarda trom bo'lishi mumkin, yana boshqa nima bo'lishi mumkin. O'sha hisobga bir infeksiya bo'ldi, lecheniya keldi. Lekin o'sha hamma narsa qo'shimcha lecheniya bo'lgan, bu ham paket ichida keltirdik. Bugun javob berishadi. Sizga yana bitta savol. Bemorga aytilgan narxdan agar nasib qilmada, Xudo ko'rsatmasin, jigar bo'yicha nimadir muammo chiqib qolganda, banisidan oshiqcha pul chiqqanda, o'zi bu insonga yordam berib operatsiya qildirdingiz. Qo'lingizdan nima kelardi agar oshiqcha pul chiqqanda? O'ziga aytarmidingiz yo yordam qilarmidingiz? Bu inson ehson qilib qildirgan bemoringiz. Hozir ham qo'shimcha lecheniya kelgan. O'shanda ham aytmadim, biz paket ichida keltirdik buni. Endi jigar bo'yicha cheksa muammolar Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Agar qo'shimcha muammo bo'lsa, keyin boshqa organga kiradi. O'sha boshqa vrach kiradi. Boshqa organdagi. Lekin harakat qilguncha, yordam qilguncha o'sha qo'ymayman. Xudo xolasa kasallarga yordam qilaman. Yana bitta savolda sizga gapingizni bo'ldim. Endi mana shu oshiqcha pul chiqqanlarga siz yordam qilmasdan ba'zida pulni to'latgan bemorlarimiz shunaqangi duo beradiki, tasavvur qila olmaysiz. Xursandchilik ichidan to'lib toshib ketadi. Atak yordam qilgan bemorlarimiz ko'nglida g'arazlik, bir boshqacha niyatlari bo'ladi-da. Nima deya olasiz shunaqalarga? Siz qanday o'ylaysiz o'sha insonlarni? Bu insonlarning fikri bo'ladi. Hamma odamlarning har bir fikri bo'ladi. O'sha fikrlarga siz hech nima qila olmaysizlar. Yo, yordam berganingizda, o'sha insonga yordam berganingizda mamnun bo'lasizmi yo, demak, menga o'xshab pul to'layotganimda bo'lar ekan degan fikr o'tadimi, o'tmaydimi? O'tadi, lekin baribir o'sha pullarni boshqa narsaga ishlatsa, ularga foydador o'sha narsa. Alloh uchun qilasiz yordamni, to'g'rimi? U yordam aytib bo'lmaydi, kim uchun kelishadi. Hozir nasibamni holati, umumiy holati yaxshi. Ularga shukur, yaxshi umumiy holatlar hammasi joyda. Javob bo'lishyapti, bu dermonlar ichib turadi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hozir mana Qirg'iziston davlati, Buxorolardan, Tojikistonlardan bemorlaringiz bor. Endi ular boshqa, O'zbekistondan ko'ra boshqa nimadan, davlatdan. Endi misol uchun Qirg'izistonlik kelgan bemorlaringizda ham nimadir muammo bo'lsa, shu o'zbekistonliklarga o'xshab yordam qila olasizmi? Baribir hamma odamlarda qayerdan bo'lsa ham, masalan Hindistonda bo'lsa ham, endizki kasallarga ham chiqadi bizda. Ularga ham biz yordam ko'rsatamiz. Endi qancha bilinsadan yordam so'rab ularga kelsa, ularga foydasi bormi? O'sha narsa yordam biz tomonidan ham bo'ladi. Chunki biz ularga chiroyli qilib yo'l ko'rsatyapmiz, yordam ko'rsatyapmiz ularga. Shu narsa. Maqsad shu. Hammalar yaxshi bo'lsin. Kamdan kam pul ketsa, shuncha yaxshi. Rahmat. Sog' bo'ling.